Yangi O'zbekiston. Narxi 100% оплataga 180 ming. Коттеджный городок есть в стороне Янги Узбекистана. Смотрите, изучайте и выбирайте. 32 ta коттеджный городок. 32 ta? 32 ta. Fasad под ключ, terrasa под ключ и огород под ключ. Kommunikatsiyani do первой точки, birinchi точкagacha olib kirib beramiz. Oynalari da işte Oyna vitraj, Engelberg, bu termo. Jonli kirpich. плиты, перекрытия. Перекрытие плиты hammasi. 4 ta o'rinlik podval, birinchi qavat, ikkinchi qavat и terrasa. Birinchi etajda nechta xona bor? Bitta spalnimiz bor mana. Birinchi etaj sanuzel, общий sanuzel. Zal, studiya. Kuxonniy zonasi bu tomonda bo'ladi, островок Да. и bu yoq divanniy zona. Podval 55 kvadrat, Okey. bitta o'rin 100 kvadratdan oshadi. 100, подвал 50, ТПД тоже 100. 100. И еще сверху есть терраса была. Общий 340 kvadratный metr bo'ladi. Общий 340. Да. 55 kvadratный metr. Okna bo'yi. А окна тоже будет? Да. Forchga bo'ladi. Ikkinchi qavat, родительский spalni, o'zini sanuzellari